Orzuli dunyoda orzular qilib, savob bu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Assalomu alaykum azizlar. Betakror serquyosh yurtimning mehri quyosh aziz insonlari. Mana bugun yana bir bor sizlar bilan yaxshi kayfiyatda, yaxshi kunlarda diydor ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Shu fursatdan foydalanib sizlarga baxt, omad, muvaffaqiyat, mehr, muhabbat, yaxshi kayfiyat hamisha hamroh bo'lishini chin qalbimdan so'rab qolaman. Va bugungi loyihamni qisqacha sizlar bilan tanishtirib o'taman. Mening ismim Mahliyo. Qashqadaryolikman, O'zbekistonda yashayman, O'zbekistonda tug'ilganman. O'zbekiston Davlat madaniyat va san'at institutining 3-bosqich talabasiman. Mana shu darslarning birida kichkina bir loyiha o'zim uchun kashf qildim, to'g'riroq yaratyapman. Shu yaratish imkoniyati, yaratish shijoati deymizmi, qiziqishi paydo bo'ldi. Buni albatta sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bu loyihada 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan har bitta insonning o'z qiziqishi, qobiliyati, o'zgacha qobiliyatini qaysidir ma'noda kashf qilish, uni tomoshabinga yetkazish, tomoshabin bilan samimiy muloqotni yaratishdan iboratdir. Har bir inson o'z sahnasining yulduzi. Muhimi, unga imkon va ishonch kerak. San'at esa bu yashirish emas, ochilish demakdir. Shunday ekan, har bitta inson xoh uy bekasi bo'lsin, xoh davlat xodimi, xoh harbiy, xoh bank xodimi, farqi yo'q. Xoh oshpaz bo'lsin, o'zining qanaqadir ijod mahsulini tomoshabinga yetkazish, kashf qilish, sizlarga yaxshi kayfiyat ulashishdan iborat. Bu mening sahnam, bu mening so'zim edi. Yana bir bor sizlar bilan yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin. Fikrlaringizni, takliflaringizni izohlarda yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar, ishonaman. Hammangizni yaxshi ko'raman. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Oxirida bitta she'r bilan yakunlaymiz. Bu ham meni bir qobiliyatim kichkina birda. She'r yodlashni, she'r o'qishni yaxshi ko'raman. Balkim sizda ham bordir bu qobiliyat. Bu safar balkim siz bilan ko'rishish nasib bo'lar yoki sizning ijodingizni kashf qilish, qaysidir ma'noda o'zim uchun, xalq uchun ko'rsatish imkoni tug'ilsa, ajabmas. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Tong otib mehribonim, yangi kun kelsa, gullar ifori ila shabboda yelsa, siz kulib qarshilang niyatlar bilan, ajabmas birma-bir ijobat bo'lsa. Rahmat hammaga.